Jud hamda Job Bellingham. Borussia Dortmund ushbu futbolchini sotib oldi. Job Bellingham uning ukasi, talantli futbolchi. Agar yaxshilab diqqat bilan qaramasangiz juda ham o'xshab ketadigan figura, ammo talant ozgina pastroq. Shu yoshda Jud Bellingham yondirib tashlagan. Borussiyadan ham tashqari undan oldin Birmingham jamoasining eng asosiy figurasi bo'lgan. 1 yil o'ynab turib, uning libosi abadiyga Bellinghamga qoldirilganda, bu libosda boshqa futbolchi o'ynamaydi deyiladigan darajaga olib chiqqan 1 yilning ichida. Ana shu Bellinghamning ukasi Jobga hozirda akasining yo'li nasib etyapti, lekin u o'z intervyularidan birida men akamning yo'lidan ketmayman, men o'zim tarix yozaman degan. Ya'ni ertaga xuddi Jud Bellingham kabi o'ynasa ajab emas. Faqat Bellinghamga ozgina yetmaydi. Bu Bellinghamga bitta narsa zarar berishi mumkin: familiya. Jud haddan tashqari katta figura bo'lib ketdi va uning familiyasi ostida shov-shuv katta va undan kutilmalar katta. Mana shu narsa ushbu futbolchini sindirib qo'ymasa bo'ldi. To'g'ri, yillar o'tib turib u Borussiyadan klubning nomi Real bilan boshlanadigan jamoaga o'tishi mumkin. Real Betismi, Real Sociedadmi, lekin Real Madridga o'tishiga shaxsan ishonmayman, chunki Bellinghamlar oilasining davomchisi. Jud Bellingham esa u birinchi. Yo'l ochgan futbolchining tutumi boshqa bo'ladi, ochilgan yo'ldan ketayotgan futbolchining tutumi biroz boshqacharoq bo'ladi.